Assalomu alaykum do'stlar. Aka-ukalar, mana bugun bir aylanishga chiqqandik, aylanayapmiz. Yaqinda birinchi fevralda Jasur Tayson bilan Kamil karate bo'yiga chiqar ekan. Alijon, debaysiz. Sizningcha kim yutadi bu o'yinda? Mening o'ylashimcha Kamil karate yutadi deb o'ylayman. Chunki biz Kamil karatening muxlisimiz. Chunki bizni bayrog'imizni ko'tarib chiqqanlar Kamil karate. Omad sizga. Sizlar fikringiz? Zo'r shu, sizningcha kim yutadi deb o'ylaysiz? Kamil karate yo Jasur Tayson? Men bilmayman kim yutishini. Siz to'shla bilmaysiz, ha? Yo'q. Ikki tarafga muxlislar. Ikki tarafga muxlis. Ha, siz o'zingiz kimga muxlis? Shohijaxon qani? Sizningcha kim yutadi deb o'ylaysiz? Menimcha ham shu, men Jasur Tayson deb o'ylayman. Tamam. Qani birinchidan keyin ko'ramiz. Kamil karate Bapesh, Tojikiston Bapesh. Ko'ramiz, qani birinchi fevral. O'yindan keyin ko'ramiz, qani qaysi birimiz aytganimiz to'g'ri chiqqan bo'lishi mumkin. Mayli, xayr, hammalarga padeshlik qilib turinglar.